Ha, kelin. Bitta joyda hali ham turibsizmi? Lattani qo'llab arting. Maboynani hali artmabsiz. Voy, lallayganiz-lallayganda. Voy ammajon, hali bu yo'lani artmagandim. Hozir artib olaman. Qani ovqatingizni ichib ko'raychi. Voy, muncha sho'r qildingiz. Voy, bu bitta ovqat qilishni ham bilmaysiz-a? Ammajon, uzr, salgina sho'r chiqib qoldi. O'zi siz nima qilishni bilasiz-a? O'zi nima qilishni bilasiz o'zi? Namcha vaqt chaqir. Yosh kelin-ku o'rgan olar. Laziz, ayollanishga aralashma, chiq. Voy tavba. Ziyoda? Labbay ammajon. Men sizga nima degan edim? Ertalab hovlini supurib oling deganmidim? Kunim bilan telefon o'ynab o'tirdingizmi? Ammajon, supurib olgandim. Shamol bo'lganda to'zib ketgandir-da. Hozir supurib olaman. Kiring ichkariga, asabimni buzmang. Ammajon, qiliqlari meni jonimga tegdi. Uf, nima bo'ldi yana? Sardor aka, nafas olishimdan amayib topalli. Nima qilay? Hozir sen gapingga kirib, ammam bilan chiqib urushaymi? Yo'q, qarang, doim o'tirsam, o'poqman tursam, so'poq nima qilay? Axir men ham jonimga tegib ketdi-ku. Ha, kelin. Ovozi chiqib qopti. Jiyanimga ovozni ko'tarib gapiryapsiz? Yo'q, ammajon, siz noto'g'ri tushundingiz. Ota-onangiz uyimga musori to'ldirib tashagan yetmaganda jiyanimga baqirasiz yana? Ammajon, og'zingizga qarab gapiring. Ota-onam haqida gapiring. Qanaqa gaplashyapsan ammam bilan? Ochiq tashlab xotiningni. Yurma bu yoqqa. O'zingdan ketib qolsan, chiqma bu yoqqa. Chiq. Ya. Chiq dedim men senga. Ye. Pochcha, bu nima qiliq? O opamning otasi bo'lmasa ham ukasi bor. Uyingizni yig'ishtirib oling. Yuring opa. Bor, olib ket. Yuring. Opa, sal oshirib yubormayapsizmi? Kelinim hali yangi bo'lsa, iziga tushib qolar. Ukam hayoti buzilgan ekan emas-ku, opa. Bunga bu ham kam. Sen aralashma. O'zingiz bilasiz. Hali ham o'zim bilaman. Yuring, men ko'rsatib qo'yaman. Kesinlar. O'zi ketar yor, o'zi kelar yor. Kepsanlar-ku. Men o'zim uchun kelganim yo'q, farzandlarim uchun keldim. Ha, kelin poshsha. O'zi sendan zo'rg'a qutulgandim. Keliningni bahona qilib kelvoldingmi yana? Sizga nima yetishmoqda o'zi? Meni oilamni buzordingiz, qaynim oilasini buzordingiz. Endi farzandlarimga ham navbat. Ha? Tiling chiqib qoptimi? Kelining ham xuddi o'zingga o'xshagan. Zahar. Qur'oqani bossangizdan vaqillaydi. Men tirik ekanman, farzandlarim oilasini buzilishiga yo'l qo'ymayman. Ha, men tinchlikmi? Ya. Assalomu alaykum ona. O'g'lim, qaytib uyda yashaysizlar. Men bilan yashaysizlar. Ketdik. Sardor, hech yoqqa ketmaysan. Farzandni men dunyoga keltirganman. Sardor, meni sen men bilan uyga ketasan. Assalomu alaykum, opa, yaxshi o'tiribsizmi? Sardor? Sardor yo'q. Sardorni onasi olib ketdi. Ukajon, seni oilangni buzdim. Laziz oilasini buzdim. Sardor jiyanimning oilasini buzmoqchi bo'ldim. Sardor endi bu yerda yashamaydi. Agar kechir olsang, meni kechir ukajon. Nima? Ketdi? Mayli opa, bo'lar ish bo'ldi. Xo'p desangiz, men hammasini yig'ishtirib olib kelsam. Ukajon, hammasini qaytar. Bu xatoni ikkinchi takrorlamaydi. Ha, Lazxon, ovqatim o'zingga qoldimi uka? Ha, endi aka. Kelinlar qolmadi-ku, na iloj. Hamma ishini yig'ishtirdi uka. Borib kelinimni olib kel. Men ham kinoyim bilan kelinimni olib kelaman. Opam bilan gaplashdim. Harakat qil tez-tez. Xo'p aka. Xo'p, olib kelaman.